Mana bugun pishakxonamda kiydi odamda temizlayapman, tozalayapman. Bugun video qilishga qaror qildim, shu kunlik ishlarimdan biri. Chunki har kun video qilishga vaqtim bo'lmayapti. Ora-sirada video qilyapman-u, lekin mana shu uborkalarimda video qila olmasdim. Bu alkogol shu tozalovchi desinfeksiyami nima deydi? Turkiyada mana shunday ish qilaman. Lekin puli yaxshi. Xudo xohlasa moshin olish niyatim bor. Onajonimni umra haj safarlariga jo'natish niyatim bor. Lekin pishak boqish qiyin ekan. Kecha shu tishlab oldi, yomon qon oqdi. Doktorga, shu veterinarga jo'natdim. Shu tutib olguncha shu qo'limdan tishlab oldi-da. Mana meni turk xazaykan. Xazaykan rosa pishaklarni yaxshi ko'radi. Bu kaliteli pishaklar. Mening eng yaxshi ko'rgan pishagim bu. Eng yaxshi ko'rgan pishagim mening oldimga keladi, meni erkala deb. Canım benim, aşkım benim. Xudo xohlasa, sizlarning orqalaringdan moshini minaman. Agar o'zbeklar tomosha qilsa, like bosib, kommentarga yozingizlar. Kim qayerda ko'rayapti, yozingizlar. Rossiyada qaysi davlatda bo'lsa, chunki qiziqayapman. Chetda yurganlar ishlaydi. Chetda yurganlar, uyim joyim deganlar ishlaydi, ish tanlamaydi. Men yana bir sınırlı kedim var. Bu ama çok güzel. Bu stres geçirmiş galiba. Yanıya gelsem şey yapıyor, yani sınırlanıyor. Hiç yanıya gelmiyorum. Bir ayağı yok, kırılmış. Yani çolak. 3 tane ayağı var bunu ama çok güzel kedi. Hazır kumlarını almashtırıp joyiga qo'yaman. Artib olib, mana kunlik ishlarimdan biri.